Assalomu alaykum. Sayohat taassurotlari kanalining aziz muxlislari. Men bugun Qumsondan tepada joylashgan Ogam River degan joyga keldim. Bu yerda 8 ta aholi yashaydigan ko'p qavatli turar joylar bor ekan. Nihoyatda ajoyib manzara. Mana poyingizda Ogam daryosi sharqirab oqib turibdi. Suv musiqasini o'zidan odam nihoyatda mazza qiladigan joylar ekan. Men bugun shu joy bilan sizni tanishtirmoqchiman. Shahardagi juda ko'p o'sha biz biladigan oshxonalarning ham filiallari bu yerda mavjud ekan. Narxlari unchalik qimmat emas. Endi tepaga ko'tarilamiz. Mana selfilar oladigan joyda mana shunaqa zina qilingan. Shu zinadan tepaga ko'tarilyapman. Har bir etapda sizni manzaraning har xil ko'rinishlari bilan tanishtirmoqchiman. Bizni kuzatishda davom eting. Biz bu yerga kelgan paytda quyosh charaqlab chiqib turuvdi. Mana tez orada yomg'ir keladiganga o'xshaydi. Bugun 2026-yilning 3-iyul kuni. Mana bu tomonda osmon ochiq, lekin tog' havosi bu yerga qop-qora bulut yaqinlashib kelyapti. Mana bir ma'lum masofadagi bir balandlikka chiqdim. Bu yerda o'ziga xos bir shaharcha, tog' shaharli shaharchasi yuzaga kelgan degan deyish mumkin. Mana bu yo'lakdan yurib ozgina charchab qoldim. Tog'ning tabiiy muhitini ham saqlashga harakat qilishgan albatta. Mana joyning nomi Ogam River. Xabari yo'qlar uchun aytib qo'yapman. Bir yomg'ir yog'ib bersa, hamma joy bulut bosib. Hozir bu yerda 27-28 daraja issiq. Lekin Toshkentda ayni paytda issiqlik darajasi 30 dan yuqori. 1 soat oldin ko'rganimda 30 edi. 8 ta ko'p qavatli turar joy binolari bor ekan. Kim uchundir qiziq bo'lsa aytib ketishim mumkin. Sotiladigan uylar ham bor ekan. Mana yana bir ma'lum masofadan ko'rinishi. Mana bunaqa ko'prik va uchadigan moslamalar, halinchak deymizmi, kachela deymizmi, shunaqa moslamalar ham bor ekan. Keyin pastda ko'rdim, bolalar uchun alpinistlar moslamalari ham bor ekan. Assalomu alaykum. Archa zo'r. Yuqoridan ancha yaxshi ko'rinar ekan. Если будто аренда будет, не купите квартиру.
qiyinligi beradiganlar. Bor. Dağın tepasida terak o'sarkan qarang. O'ziga xos romantik ko'priklar. Mana boyagi shaharcha pastda. Do'lana. Tog'da o'sgan do'lana. Yo'lim to'sgan do'lana. O'z yorini topolmay zoru hayron do'lana. Do'lana ko'p ekan bu yerda. Mana yana bitta ko'prik labirint tarzda qurilganga o'xshaydi. Mana uylarning tomlari. 9 qavatli uylarni tomlari shunaqa ko'rinar ekan. Mayli, bo'zini ham xafa bo'lmasin. Bu yoqdan ham chiqaman. Voy, aytish kerakki, mana 2 kundan beri biz Chorvoq, Xumson, mana Ugamda aylanib yurgan bo'lsak, bu yerdagi aholi bilan gaplashdim. Borgan sari yoz fasllarida toqqa keladiganlar, Chimyon, Chorvoqlarga chiqadigan dacha, shu nima deydi, ijaraga oladiganlar kamayib borayotgan ekan. Mana shunda uchish mumkin, kim xohlasa. Men pastdan turib ham tasvirga oldim. Buning sabablari nimada? Siz ham fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Mening fikrimcha, narx-navolarning bizni bu Chimyon, Chorvoq tomonlaridagi narx-navolarning qimmatligi bilan bog'liq bo'lsa kerak. Sababi mana shu yerda bir Xumsondagi sanatoriyalardan birining narxini so'rasam, xususiy sanatoriya ekan. Kuniga eng arzoni 1.900.000 kuniga. Eng qimmati har xil endi. Price'da bir 6-7 xil narx bor. Eng qimmati 6,5 million so'm ekan. Bu juda katta narx, qimmat. Men 10 kungami desam, yo'q 1 kunga deyishdi. Masalan, bu endi ko'pchilik aholiga qimmatlik qiladi. Demak, shunga ham talab bor, faoliyat olib boryapti. Men ana kuniga 6,5 million so'mligini eshitganimdan keyin namuncha qimmat. Qanaqa ichida deylik sharoitlari desam, 4 mahal shvedskiy stol, davolanish va hokazo deb aytib ketdi. Nima yana qo'shimchasiga uylantirib yuborasizlar hamma deb hazil qilib qo'ydim. Haqiqatan endi kuniga 6,5 million o'ziga yarasha pul. Nimaga deganda Maldiv, Bali yoki Vyetnam, Bodrum, Antaliya yoki boshqa joylarga borsangiz, bundan ancha arzon narxlarga bir haftaga dam olishingiz mumkin. Masalan, Maldivga $2,400 2 haftaga bemalol hammasi ichida sayohatga borsa bo'ladi. Shu nuqtai nazardan narx-navo masalasini bir o'ylab ko'rish kerak bo'lsa kerak.
Demak, qisqacha shu. Mana bu yerda 3 xil uchadigani bor ekan. Yotib uchadigan, o'tirib uchadigan va oddiy kachela bor ekan. Narxlari 150 ming, 200 ming va 300 minglik ekan. Bu shaharchada har xil ko'ngilochar joylar bor ekan. Masalan, o'sha akvapark deysizmi, basseyn deysizmi va hokazo dam olishga mo'ljallangan maskanlar bor va endi albatta shahardagidan birmuncha bu yerda narxlari qimmat ekan. Fursatdan foydalanib, masalan, narxlar haqida gap ochdim. Bu yilgi o'sha sezondagi deymizmi, mavsumdagi dachalar narxlari, masalan, o'sha basseynlari bilan endi qanday sharoitda ichida kompyuter o'yinlari, bilyard va hokazolar qancha ko'p bo'lsa, eng arzoni $200 dachalar. Demak, nariyog'i 500-600, kuniga $1000 bor ekan. Boya gapimda hali ham qolaman, haligi fikrimda. Bu pullarga to'g'risini aytganda kuniga buncha pul to'lagandan ko'ra ham chet elni ko'rasiz, ham bir havo almashtirib kelasiz. Chet elda bir sayohat qilib kelish 1000 ta kitobni o'qishga teng deyishadi. Nazarimda, meni fikrim, buncha pulga sayohatga chet elga chiqqan yaxshi. Ana Batumi, Ozarbayjon ham yomon emas. Dengizi bor yurtlarga, Sharm-Shayx deymiz. 700-800 ming dollar atrofida bir haftaga joylar topsa bo'ladi. Samolyot ichida hamma sharoitlari bilan chet elga sayohatga chiqqan yaxshi. Bir kishiga masalan $700 dan $1000 o'rtacha. Undan ham arzonroq joylar ham topsa bo'ladi. Masalan, mehmonxonada bir mahal ertalabki nonushtasi bilan birga $500 joylarni topsa bo'ladi. Hozir oldin o'sha Vyetnam, Tailand, Bali, Maldivga ko'proq qishda sayohatga borilgan bo'lsa, hozir aksincha yozda ham odamlar bemalol o'sha issiq o'lkalarga ham, chunki komfort sharoit, suv, dengiz bor, sayohatga ketishyapti. Hozir sezonda ham ahamiyat uncha qolmadi. Qachon imkoniyating bo'lsa, qachon vaqting bo'lsa, sayohat qilaveradigan bir davrlar keldi. Mana bunaqa mashinchalar ham bor ekan bu yerda, mana sayohat qilib aylantirib yuribdi mehmonlarni. Qisqacha shu fikrlaring bo'lsa yozib qoldiring. Albatta tez orada sayohat taassurotlari kanali bilan birga chet davlatlardan ham shunday videolar tayyorlash nasib qilsin. Bizni qo'llab-quvvatlang, like bosing, izohlar yozing, tavsiya qiling va biz ko'rsatgan joylarga borganingizda sayohatga biz aytgan ma'lumotlar, ko'rsatgan tasvirlar sizga asqotsa, foydali bo'lsa, biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Bizni kuzatganingiz uchun kattadan katta rahmat. Boshida tog'orada zog'ora, zog'orani yoqolmay, dodey chol kampir ovora, zog'orani yoqolmay, dodey chol kampir ovora, yorim ketaman deydi, ketkizgani qo'ymayman, yo'llarga bosib, dodey yurgizgani qo'ymayman, dodey yurgizgani qo'ymayman. Hey! Keling, orom oling, dam olib keting. Bu yerlarga kirish pulli emas. Faqat nimadandir foydalansangiz pulli. Borgan sari yomg'ir ham yaqinlashib kelmoqda. Mana bulutlar bizni tepamizga yetib keldi. Yomg'ir! Yomg'irlar, yoz yomg'iri
maydalab. Davomi esimda yo'q. Qanaqa qo'shiq edi shu? Yoz yomg'iri maydalab yuragimni ezadi. Dermidi? Sayru sayohatda. Lekin mana bunaqa ko'priklarni boplashibdi. Ko'prik bu yo'l degani, ko'prik bu munosabat degani, aloqa degani. Mana ko'priklarni chiroyli qurishibdi lekin. Nariyoqda yana ko'prik bor. Tepadagi tasvirda ko'rish mumkin edi. Tepamizga bulutlar kela boshlagandan keyin havo ham qandaydir salqin bo'lib qoldi. Va sotiladigan va sotilmagan uylar bor ekan bu yerda. Mana sotiladiganlarni yozib qo'yibdi. Aytishlaricha, qanchalik to'g'ri, noto'g'ri bilmadim. Sotuv bo'limiga kirmadim, chunki maqsadim reklama emas. Bir xonali uylarni rost bo'lsa 30 ming dollar deyishdi. Chidasa bo'ladi. Hozir Toshkentda bir xonali uy 55 ming, 60 ming dollar.